yerda çoğun bir hikmet boz gerek. Berip qarap bakaylıkçı. Hey, qarag'ana, avu ay ustida bir kichik perizat o'tirdi-ku. To'qul deyim, nima ishdi bu? Hey, onun bilan paranglashib bakaylıkçı. Qo'lingdagi hikmatlik kitobni ularga bergin. Ular bu kitap bilan dilni yoritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, elinglar, bu dilinglarni yorituvchi nurliq chiroq. O sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman ballarım. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga Parizat, biz çoğun ümidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizat.